Botir Qodirov javobgarlikka tortildi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Shoir Shamsiddin To'rayev xonanda Botir Qodirov ustidan tegishli tartibda mualliflik haqini to'lamasdan she'rlarini qo'shiq qilgani uchun Adliya vazirligiga shikoyat qildi. Bu haqda Adliya vazirligi Intellektual mulk departamenti xabar berdi. Qayd etilishicha, Adliya vazirligi tomonidan Shamsiddin Sadoiy taxallusi bilan tanilgan shoir Shamsiddin To'rayevning murojaati asosida Davlating borida, Omonat va Tingla do'stim nomli she'rlari xonanda Botir Qodirov tomonidan huquq egasi ruxsatisiz hamda tegishli tartibda mualliflik haqqini to'lamasdan foydalanilgani aniqlandi. Holat yuzasidan huquqbuzarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 177-moddasi mualliflik huquqini va turdosh huquqlarini buzish bilan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirilib, tegishli sudga yuborilgan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudining qaroriga ko'ra, huquqbuzarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 177-moddasining birinchi qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida 1,875,000 so'm jarima jazosi tayinlangan. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Respublikasi mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunining 65-moddasiga asosan muallif yoki mutlaq huquqlarning boshqa egasi huquqbuzardan zarar qoplanishi o'rniga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 1000 baravarigacha miqdorda to'lanishi lozim bo'lgan tovonni to'lanishi talab qilishga haqli hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Avazbek Olimov mualliflik huquqini buzgani uchun 170 million so'm jarimaga tortilgandi. Shundan so'ng shoira Mahliyo Ahrorova mualliflik huquqlari buzilgani uchun 200 million so'm ma'naviy zarar hamda 340 million so'm tovon puli talab qilib sudga shikoyat kiritgan. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.